Otajon, ko'zingizni yuming. Men nima qilyapsan, men tushunmadim. Sizga zo'r surprizim bor. Ketdik. Jo'ra, chatamdan biror nima kelib solmaydimi? Usta bu nimaga? Ha, Azamat. Ketdik ishga kech bo'lyapti. Ko'tar ishingni, men endi ishlamayman, shundaymi? Endi men sizni ota ishlatib qo'ymayman. Qo'shnilardan bolaga boqib, geriday yurasiz. Yuring. Yopayım. Yoping. Ota, mana shu katta ish sizga. Taktik bilan nima qilsangiz qilasiz. O'g'lim, malades, sen menga o'xshamading. Men shu yoshgacha kirib, men otamga borga bitta qo'y ham padarga qilmagan edim. Otangga o'y, kotej uy padarga qildingmi? Rahmat senga o'g'lim. Baraka top. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Ota, to'xtang. Ha, Yoningizda pulingiz bormi? bor. 1 million 200 ming berib keting. Qani, aformitiga, kadastriga kerak. Men $100. $100 men ishlar qo'qlaganicha. Nimaga kerak senga o'g'lim bu pul? Kotejda arendasiga dada. Kotej uy sovg'a yip ko'tar kotejingni. Ketdim uyga. Ota, Ha, uyga bor yotmang, foydasi yo'q. nimaga? Uyda ham qimorga boy beryaptim. Kechirasiz. Nimaga biron tosh yo'qmi? Tosh yo'qmi? Usta bu nimacha o'g'risiz? Ustoni zo'r og'ir bo'ladi-da, Azamat. To'xtada. Prorabku, to'xta. Assalomu alaykum. Azamat, ko'zimni ochganim bilan shu prorabni ko'raman. Yilning eng zo'r prorabi. Shundaymi? Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Usta bu shu ishlaysizlarmi yo'qmi sizlar? Hali ishlaymiz jo'ra. Bizda tramoga yaqin ishlaymiz. Bizda yomg'ircha ko'p bo'ladi. Biz o'zi ishlash uchun tug'ilgan-ku biz. Shundaymi? Bo'lmasa ishni boshladik usta bu. Jo'rajon, ish boshlashdan oldin bir dogovorcha qila olmasak bo'lmaydi. Mayli usta bu. Bo'lmasa ishimiz o'xshamayapti, tushundingmi? Tushundim. Gapni eshiting. Biza sahar 9 ga ishga kelamiz. 5 ga yig'ishtiramiz. 5 mahal ovqat berasiz. Obeddan keyin ishlaymizmi yo'qmi? Usta bu uzrda gapingizni oldim. Gapimni berdim, gapir. Berdingizmi? Aka, biz obeddan keyin 2 soat uxlab olamiz-da. Ana shunday. Obeddan keyin ishlaymizmi yo'qmi bu o'zimizga bog'liq-da. Fundament, shag'al ishlariga biz ishlamaymiz. Ularga alohida ishchi olib kelasiz, keyin biz ishlaymiz. Xom blok, shilaka bloklar termaymiz. Ular og'ir. Bizga Eronning g'ishchasini olib kelasiz, yengilda teramiz. Uzrda usta bu yana gapingizni oldim. Berdim gapimni, gapir. Aka, biza kafelam teramiz. Yengil ishda kafelam. Ana shunaqa vaziyat jo'ra. Usta bu yomon qiziq odamda siz. O'zi bironta ishingiz bitmagan hammasi chala. Yana maqtanganingizga o'ylayman, usta bu. Azamat, bu yomon yerga urib tashlayapti-ku. Mana bu pul, mana bu shikaturka deb ol, ha? Ko'r, mana. Ko'rib tur. Ha. Ko'rdingmi? Bironta ham zazori yo'q. Usta bu sizlar shu amagan bu devorlar. Azamat, biza shikaturka qilgan devorimiz qaysi biri u? Qaysi uy edi u? Usta bu o'y buzilib ketgan. Buzilib ketdimi u? Zo'r ko'rsatayotgan joyi bor edi, faqat buzilib ketdi-da, jo'ra. Xullas, jo'rajon, biza Uzrda gapingizni bo'ldim. Azamat, faqat meni gapimni bo'lyapsan. Gapir. Yo'q, prosta gapingizni bo'ldim, gapiravering. Xullas, jo'ra bizga osonroq ish bering. Bo'ldi, sizlarga zo'r oson ish topib qo'yganman. Ko'rsatqani? Dada, ishlasak ishlardik. Soat 11 bo'ldi. Hozir men maktabga ketaman. Jo'ra, bu yerdan uy quramizmi? Nima deysan? Yo'q, usta bu o'tirish kerak. O'tirish kerakmi? Usta bu, Ha. meni o'tga allergiyam bor. Hali ishlamasdan turib hamma joyim qichyapti. Usta bu nima azamatda endi ko'tiqchi? Ha, allergiyasi bor, Azamatda. Sen ikkita Red Bull chopib kelib, biz boshlaymiz. Ke Azamat. Xolmurod, ke, o'tlarni o'raydik, ke. Dada, men o'tirmayman, ha? Ko'tar ishtonni. Azamat, men keldim ishga. Keldingizmi usta bu? Boshlaylik ishni. Men lekin bir ikkita shartlarim bor-da. Bizda shartimiz yo'q. Sizda qanaqa shartingiz bor? Ayting qani? Haftaga 3 kun ishlayman, 4 kun dam olaman, jo'ra. Qanday shu gap? Usta bu o'zi biz bir kunga 15 soat ishlayapmiz. Ha, mayli, bo'lmasa men ketdim, jo'ra. Mayli, keling usta bu, boshlaylik ishni. Bir kunga 500 ming so'm xohlayman. To'g'ri tushunasan, Azamat? Usta bu jinni bo'lganmisiz? O'zim zakazni olib, o'zim 200 ming so'mda ishlayapman. Sizga qanday 500 ming olib beraman?
Yig'ishtir, ish pishingni, men ketdi. Keling usta bo. Yomon yo'lingizga solyapsiz-da. Yana bitta gap. 2 million so'm pul kerak bo'lyapti, oldindan. Ishlamasdan turib qanday pul olasiz? Ha, mayli cho'ra, o'zing bilasan. Keling, ishni boshlaylik. Ziq qildingiz odamni. Usta bo, boshqa kamchiliklar yo'qmi? Hammasi yaxshi cho'ra. Osh pishibdimi? Ha, pishibdi. Shamol berib turami usta bo? Shamol? Ha. Ventilyatsiya qo'y, bu yetadan. Agar ishqimga desang qaylarga qochay Azamat, bu yerga nima qilish kerak? Bosim bo choyxonasiga tandir yasash kerak. Katta tandir yasash kerak. Katta somsa yopadigan. Bo'ldi, yasaymiz, ber olib turadi. Yasa olasizmi o'zi? Aha, o'rganamiz-da. To'ppa-to'g'ri, 100%. Tayyor. Somsalarni bugun yopaverasizlar. Ye, tandir bitibdi-ku. Shuncha mehnat ketdi, bitmaydimi, ye? İçida tandir qani buni? Tandir bo'lmay kolonkaga o'xshayaptimi? Quruq ko'rpis qilibsizlar-ku. Qani ichida tandir buni? Buzib tasha bu tandiringni, bir so'm pul yo'q. Ko'tar tandiringni. Bu donangdan yomg'ircha kelyaptimi? Mana yo'qdi-ku usta bo. Bo'la ekan-ku mana. Ketdik, yig'ishdi, dam olamiz. Tamom, yomg'ir yog'di, dam olamiz, tamom. Ey dada, men sepdim, ishga qaytinglar. Men yurakanki, bu sepdi-ku. Mani yelkam qotdi, bo'ldi ishlanmagan emas. Ketdim. Katar ishing. Dillavozim dilabkorim yoningga uchay Laylo Voy, Xolmurod, tur ishga boraylik, kech bo'lib ketdi. Bormayman ishga. Sen ishga bormasang, Azamat telefonni ko'tarmasa, ishga kim bilan boraman? Ayang bilan boramanmi? To'xta. Usta bu ish ham ko'p-da lekin. Ana xotin, Azamatni o'zi bo'ling. Dadasi uyda egasi bilib qoladi-da lekin. Hech kim bilmaydi. Orqamdan yur. Qara, 100% egildi bu. Dadasi shu hovlida ishlaymizmi? Dadasi demay, usta bo'g deb gapirsan, Azamatsan, birov bilmaslik kerak. Usta bu shu yoqqa ishlaymizmi? Ha, tarvuzsi. O bo'ladi. Uyda egasi kelyapti-ku, shushor bilamiz. Usta bo, assalomu alaykum. Keldinglarmi? Yaxshimi, zo'rmi, sog'lik yaxshimi? Keldik ishga. Azamatjon, Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Mana ishga keldik, mana ishni boshlaymiz endi. bu Azamatmi? Ha, Azamat. Semirib ketgan-ku usta bo. Ha, semirgan, 5 mahal ovqat bo'lgandan keyin semiradi-da. Shoshmanglar, men kimga? Yo'q, to'xtang. O'xshataverasiz siz. Siz obed tayyorlang, biz boshladik ishni. Ha? Tamam. Boring. Yur Azamat. Azamat, bitta menga qara. To'xta. Ha, jo'ra. Nima gap? Azamatni chaqirdim-da usta bo. Yo, menga aytur, Azamatning ishi bor-da. Menga aytur. Men shu ishlarni bu tarafga olish kerak-da. Pul olamiz. Siz obedni tayyorlayvering, maylimi? Mayli, men Boring. Bu ustom, biza ustom, abi. Azamat, bloglarni nariyoqqa teramiz, loylarni yasaysan, hamma g'ishlarni bitta-bitta terib bu xonaga olib kirasan. Usta bu? Siz ishlamaysizmi? Men ishlataman. Ishla, tezroq ishla. Azamatdan bekor ketib qolmagan ekanda. Ko'tar ishingni. Yaxshimisiz Azamat? Yangi ishchimi? Keldingmi Azamat? Charchab ketdim-ki, ertalabdan beri ishlab. Qayerlarga yuribsan? Dam olishgan usta bu. Dam bo'ladi, o'zi qishi bilan dam oldik-ku. Gapni eshit. Labba. Bitta shiringina loyiha qilgin. Xo'p, bo'ladi usta bu. Tamom. Charchab ketdik odam. Usta bo'lgan keraklar qani? Mana shu aytgan uchastka, mana fundament quyilgan, bloklar terib, ustini yopish kerak edi. Usta bu nima deysiz? Biz ustami, bu ustami? Bilamiz, aytding-ku. Ya endi bir aytib o'tdim-da. Ayt bunga choy po'yib Choy ichish kerak aka. Choyni ichib boshlaymiz ishni. Boshlamasdan turib choy ichasizlarmi? Ha, choyni ichib keyin ishlaymiz-da. Bo'ldi. Qanaqa? Azamat. Bo'ldi. Ya, choy qiladi keling. Qanaqa choy olib keladi? Choyga aka 2 kilo oqqan bilan 7 ta non olib kelasiz. Ha, qanaqa kerak? Chapchak non yeymiz biz. Bo'ldi, olib kelamiz. Sizlar boshlaringlar. Olib keling-da. Bo'ldi, boshlaringlar. Azamat. Yomon ko'p kiyishan, nima qilamiz, ey? Usta bu, o'z blok terishni bilasizmi? O'rganamiz-da, ye. Asosiy o'rganamiz. Boshladik bo'lmasa. Mana qara Azamat.
beloy terimiz yiqilmaykinmi? Shuncha tergan joyimiz yiqilmadi, bu ham yiqilmasa kerak. Olmasa. Bu kechga abetgacha bitirib ketamiz-ku, pulni beraykinmi? Ey usta bola hormali, yaxshi kitobdimi? Sizlarga bir rajja-fajja olib turamiz degan narsa yo'qmi? Bola ishlamayapman. Ya böyle hazırlaştım qaytingiz. 20 yildan beri shu ishga ishlayman. Ko'zim rajja bo'lib ketgan, ko'zim nima, qirg'ini ko'zi nima? Qo'ysang ishla. Bunaqa qilmasin, bu azamat ish. Aka, borib turing, xalaqit bermang bizga, o'zimiz bilamiz. Borib turing. Choy kerak yo'qmi? Choy Yo'q, kerak. abetni tayyorlang, abetni. Abet tayyor. Choy. Choyni ber, hozir. Qaytaman. Ha, yo'q, ko'k choy damlasin. Meva cheva olib kel, qurt qarz olib kelma bu yoqqa. U yerga tur. Azamat mana buni qanday qo'ysak to'g'ri chiqadi. Tush qo'ying, tush. Abet. Bugun yeymizmi yo'qmi? O'zi hozir choy ichdik-ku, hali soat 10 bo'ldi. Abetga bor hali. Shuncha ish turibdi. Ish ham ko'p-da. Ha, aytganda sen olib kelishibdi. Qornini ochib yuraveraydi. Hozir. Mana biz quyi tez quyiga edigasi ko'rib qolmasin. Ko'proq. Chiki baba. Azamat. Hozir uyli egasi nimaga ketyapsizlar desa, sen ayt. Mazzamiz bo'lmayapti. Prosta mazzamiz bo'lmayapti. Ha, ichganimizni aytma. Ertaga davom etamiz. Ketdik. Yana bitta aytaman. Qayerga ketyapsizlar desa, usta bobo bilan mazzamiz yo'q. Ha, usta bobo bilan mazamiz yo'q. Nima deysan? Usta bobo bilan mazamiz yo'q. Usta bola qayerga topsizlar? Mazalaring bo'lmabdimi? Yo'q, biz usta bobo bilan ichdik. To'g'rimi usta bobo? Toppa to'g'ri. Shogirdcha ham